kelib qolinglar, mana kompyuter xizmatlari bor, paynet qilamiz, kartada pul yechib beramiz. Xullas, kompyuterda nima kerak bo'lsa hammasini qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa kelib qolinglar. Faqat pulni to'laysizlar, chunki bepulga hech qanday xizmat yo'q. Chunki tekinga oftob mushukka qanaqa oftob mushukka? Mushuk oftobga chiqmaydi. Yo, mana 10-qishloqqa nihoyat yetib keldim. Hech qanday o'zgarish. Qosh to'liq bachcha. Bechora o'lib qoldi. Mayli. Men qosh dedim. Tuxumi chiqib ketdimi ichidan? Vatto, ichidan jo'ja chiqsa ya, jo'jani J harfi tugul Q harfi ham chiqqani yo'q. Tak bo'ldi. Tashlaymiz. Mana tovuqni. Iltimos, opami, akami kim bo'lsangiz ham qochib tursangiz, men mashinamda o'tib ketsam. Keyin siz shantaj qilib turib ustini yozib bormasangiz bo'ldi edi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa. Sizlar meni yangi video roligimdasiz. Albatta kanalga obuna bo'linglar. Obuna bo'lishinglar ham shart emas. Atigi videoni oxirigacha ko'rishinglarni maslahat berib qolaman. Tamam, boshqa hech narsa so'ramayman sizdan. Mana mashinani datchigi nimadir yonib qolibdi. Qanday qilib ikki tomonni datchigini yonsa bo'ladi, bilasizlarmi? Bilmaysizlar. U uchun birdaniga ikki tomonga burilish kerak. Lekin qandaysi birdaniga ikki tomonga burilishi mumkin? Unga men tugul mashinamni ham aql etmasa kerak. Xo'sh, uyimga vanni stop. Uyimga nima bo'ldi? What the to'xtanglar. Uyimga qanday jetel o'tiribdi uyimda? To'xta, datchik yonib qolyapti. Normali. Voy jetel, qandaysan? Assalomu alaykum. Keling, nima xizmat? Xizmatni kattasi bor senga. Qanaqa katta xizmat? Bu uy kimni uyligini bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Nima o'zingcha bilmasdan turib birovning uyiga bunaqangi joy qurib yuborasan? Sizning uyingizmi? Yo'q, katta xolamning uyi. Katta xolangizdan bo'lmasa telefon nomerini bering, telefon qilib so'rayman. O jinni bu Stop! Senlar o'ylab yashayapsan, bu yoqqa xotining meni uyimga bemalol kirib chiqyapti. Bizga janob ber, shu yerda yashanglar dedi. Makkillab yotibsan-ku. Mayli, yashanglar degan bo'lsa, unda yo'q, yashamaysanlar, men yashashlaringga qarshiman. Nimaga unaqa qarshisan? Nimaga qarshisiz? Biz shu yerda yashaylik dadasi bilan. Menga qara, ikkalangni bos bitta joyga tepib ko'cha haydab boraman. Unaqa og'riydi-ku. Og'risa og'riyversin, menga nima og'risa? Qarishda men lashlushlarni olib ketaylik o'zi. Bu nima qilgansizlar bu yerda? Paynet ochganman, paynet qilaman. Keyin kompyuter ishlari bor, har xil narsalar yozish, rasm chiqarish, shunga o'xshash narsalar. Tushunarli, lekin bu uy meni uyim, o'shaning uchun bunda kelinglar o'ylab ko'ramiz. Menga pul berasizlar, men evaziga sizlarga ishxona qurib beraman. Bo'ladimi? O'ylab ko'rishimiz kerak. Nimasini o'ylaysan? Basharangga oyog'im, bu meni uyim deyapman. O'zbek tilida tushunmaysanmi? Tushunaman. Mayli, unda roziman yoki birga rozimizmi? Birga rozimiz, men ham rozi. Bo'ldi, ikkalalaring ham rozi bo'ling. Unda men uyimga bir kirib chiqay, uyimni yemab, nima deyapman, uyimni yeb bitirmadinglarmi demoqchi edim. Uyimdagi kichik narsalar tegmabdi, yaxshi, pullarim joyida. Qurolim joy. Bu yerda ham qurollarim bor edi, agar ularga tekkan bo'lsa, tegmabdi. Yaxshi. Notebookimga tegmabdi. Ichida meni zapal narsalarim bor, do'stlarim zapalni yig'ib yuraman, o'sha turgan bo'lsin-da. Turibdi hammasi. Merdi kiyimsiz turgan rasmga bo'lgan, o'sha turibdimi? Turibdi, tegmabdi, yaxshi. Uni hech kimga ko'rsatmayman. Merdi agar pul kerak bo'lib qolsa, merdi rasmini hammaga ko'rsatib yo'ramanda, keyin oson bo'ladi. Hozir esa birinchi polizda ishlaymikan yoki bularga ishxona qilib beraymikan? Hammasini birdaniga qilaman, qarochi. Universal ishlash kerak hammasiga. Birinchi shuni poliz yig'ishtirib turib, soliqda borib janob merga to'lab, ana keyin xotining qanisan? Qayoqqa ketdi? Chiqib ketdi. Mayli, nechiva chiqib ketgan bo'lsa, lekin qarada xotiningni yig'ishtirib, ko'chada yurmasin. Xo'p. Tak. Nima qilmoqchi edim? Aytgancha polizdan yig'ishtirib olib turib, soliqlarni olib borib to'lab turib, ana keyin bularga ishxona qurishni boshlasam ham bo'laveradi. Mana ekan xotini daraxt ostida soyalab o'tiribdi. Lekin kun issiq emas, qish kunida qandaysiga daraxt ostida tushib soyalash mumkin. Bu uchun bilmadim, nima bo'lishi kerak, qanaqa bo'lishi kerak. Endi bunga qarab nima deymiz endi? Tak, olamiz. Kartoshkani ichida bugun chirik yo'qmikan o'zi? Mazza. Menda bitta bor ekan, balki shu chirikdir. Yo'q, qurtlar sovuqda menimcha qochib ketgan boshqa qishloqqa yoki janubiy o'lkalarga uchib ketgan bo'lishi ham mumkin atak. Lekin bilmadim, qarochi. Xo'sh, ana endi
Bu yerga bug'doy ekiladigan joy. Mana bu somonlar olib qo'yaylik bu yerga. Tak, okey. Normal hammasi. Endi bu yerga kartoshkachalarni ekib chiqamiz. Kartoshkada bugun hosil normal, o'rtacha, lekin sabzda hosil juda past. Juda past. Esinglarda 22 ta eng ko'p ortiqcha chiqqan. Undan keyin ham 12 ta chiqqandi. 12 dan tasavvur qilyapsizlarmi? Lekin hozir umuman unchalik ko'p hosil bermayapti. Juda ham yomon degani bu degani, bir amallab hosillarni yana ko'paytirib olsak yaxshi bo'lar edi. Xo'sh, endi janob merga olib borib soliqlarni shuni to'layman, qaytib ishxona qurishni boshlayman ularga. Qandaysiga qursam ekan? Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, Jo'xa, qandaysan? Ishlar yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. O'zingiz qalaysiz? Sog'lig'inglar yaxshimi, emas, tinchmi, chotkimi? Ha, bo'ladi. Ha, uylanmadingizmi? Yo'q, hali yoshman-ku. Yoshligingiz qoldimi? 46 ga kirdingiz-ku. Ha, yana bir 5-6 yil yashab keyin uylanaman. Keyin uylanganingizda nima foyda, o'lib qolasiz kundan keyin. Nafasini yil uchirsin, hali men 62 ga kirib uylanmoqchiman. 62 ga? Yehe. Nima siz qariyalar uyidan borib birorta kampirni asrab olmoqchimisiz? Qayerdan bilding? Endi bu qilayotgan harakatingizdan shuni aniq bo'lyapti-da. Ha, bilmadim. O'ylab ko'raman, balki yoshroq qilarman, balki yo'qdir. Mayli unda. Men soliqlarni olib kelgandim, mana shu yerga doimgi joyimga qo'ydim. Ha, yaxshi. Lekin aytgancha bir narsa esimdan chiqibdi. Nima siz men uyimga ikkita jetelni, ya'ni bitta oilani kiritib qo'ydingiz o'zizcha? Endi sen yashamayapsan, ular ish bilan ta'minlangan, o'zini o'zi boqadi. O'shanga keyin o'shanaqa qilib berdim. Ya'ni uyingda ham yashaydi, ham ishlaydi ular. Lekin men ularga ishxona qurib berib uyimdan haydamoqchiman. Ha, o'zing bilasan, uy seniki, joy seniki, boshqa seniki, o'zingniki. Shunaqa. Bo'pti, men ketdim unda. Ha, bo'pti. Yana qancha vaqt turasan 3-chi qishloqda? Bilmadim, kam tursam kerak. Ha, bo'pti, bor, tezroq bor. Aha, mayli. Qanday uy qurib bermayman ularga. Men uy qurishni va'da qilmayman. Prosta ishxona quraman, tamom. Boshqa narsasi bilan ishim yo'q. Tak, bu yerdan toshlarni olamiz, albatta. Yo, bu yerdan olmayman. To'xtanglar. Nima, doim shu yerdan olamanmi? Yo'q, shu yerdan boshqa joydan olib bo'lmaydi-ku tosh. 97-qishloqda ham, 100-qishloqda ham, 13-qishloqda ham faqat mana shunday joyda tosh bor. Bu boshqa hech qayerda tosh. Atak shaxta bor, shaxtada tosh bor. U joylardan tosh olsak bo'ladi, lekin normalda endi baribir nerealni joylardan ham tosh olib ko'rish kerak. O'shanga aytyapman, 18 ta tosh menimcha pol qismiga yetsa kerak. Tepa qismini oddiy qora daraxtdan qilsam ham menimcha normal bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Xo'sh, mana shu yerdan olaylik daraxtlarning hammasini. Okey, yaxshi. Xo'sh, okey. Nechta olsam ekan? Nechta olsam yetarkin? Kichkinaroq qilib beraman. Men ularga katta ishxona qurib beraman deb va'da ham bermayman, boshqa ham qilmayman. Qarochi ular o'zi biladi. Men ularni kafilligini olganim yoki men ularni boqishim kerak degan joy umuman yo'q. O'zi pulni bermasa, men uni qilib bermasligim ham kerak ularga. Endi pulni beradim, bermaydimi o'zi biladi. Bermasa, urib bo'lsa ham olaman. Yo ustidan yozib beramanmi biror joyga yozsam, lekin aniq точно menga olib berishadi uyni. Yana bir ikki top ketaylik, yetmaydi menimcha. Xo'p, mana shu qatorda ham olsam, menimcha normal yetib qolsa kerak va tak qolmadi boshqa. Qayerdan qurishni o'ylash kerak endi. Menimcha qishloqni markazroq joydan qursam normal bo'ladi. Ular ham tanilish kerak-ku. Axir hamma ko'rish kerak ular qanaqa ish qilyapti, nima ish qilyapti. Mana shu yerdan quraman kakras. Bo'sh joy mana shu yer. Hech kim ishlatmaydi baribir. Mer agar gapirmasa, bemalol mana shu yerda ishlab, mazza qilib pul topib yotsa bo'ladi. Lumon narsa qilsa bo'ladi. O'shanga mana shu yerni takoy qilib o'zgartirib qo'yganman. Takoy. Endi toshlarni qo'yib chiqamiz. Tak, mana qilamiz. Bunaqa va tosh yetmadi-yu. 2 dona yetmabdi. Omadni qaraylik. 2 dona ham yetmaydimi? 2 dona ya. Mayli borib olib kelamiz. Endi nima iloj? Qiladigan ishimiz yo'q-ku boshqa. Biz g'irt bekorchi dangasamizku. Hop. 1 va 2. Tamom bo'ldi, boshqa olmayman. Olaymikan. Mayli yana 3 ta 4 ta olaylik, yana qaytib kelmaslik uchun. Balki keyinchalik yana kerak bo'lib qolishi mumkin. Faqat taki qismiga emas, atak devor qismida ham foydalanib yuborsam bo'laveradi. Umrda yetam. Yetsa yetmasa qizig'i yo'q, qaytib kelmayman endi. Xo'sh, bu ikkitani toshni qo'yib turib, atrofini yog'ochdan devor qilamiz. Keyin takoy bo'ladi. Bundan takoy вообще не takoy bo'lib ketar ekan. Xo'p, mana bundan 1 2 3 4 ta qo'yamiz. 1 2 3 4 ta, bu tomonga ham 1 2 3 4 ta, shu bilan 16 tasi ketar ekan o'zi. 1 2 3 4 ta.
Normal. Ana endi uyimga verstagim bor edi-ya. Da verstagim bor, ketdim borib bir ikkita narsa yasab kelay. Eshik, deraza deganda o'sha narsalar baribir kerak bo'ladi-da bu yerga. Bratan, hozir o'sha sizga ishxona qurayapman. Ha, davay qur. Lekin o'sha kech tushib qolgani ham yomon bo'ldi bizga. Mayli nechivo bir amallaymiz. Xo'sh, bitta deraza yasab olamiz. Ikkita emas, to'xtanglar. Tak 4 ta deraza qilib olamiz, bitta eshik yasab olamiz. 3 ta eshik yasab yordimmi? Nima qilaman 3 ta eshik? Nechivo? Tak yarmini olib turib, mana bunaqa blok qilib olamiz. Ustini yopish uchun ishlatamiz. Bo'ldi, все, ketdik. Ana endi bularni olib borib qo'yib chiqishimiz kerak. Все bo'ladi, takoy bo'ladi, normalniy bo'ladi, okey bo'ladi keyin. Xo'sh, 32 ta blok menimcha normalniy yetib qoladi. Eshikni qo'yish esimdan chiqibdi, qaranglar. Mana bu yerda eshik bo'lishi kerak o'zi aslida. Tak tapor bor qo'limda, ko'ryapsizlarmi, ko'rmayapsizlarmi, ko'rmayapman. Xo'sh, ana endi ishimni shunchaki osonroq qilib yuborsam yaxshi bo'ladimi deb o'ylayapman. Okey. Okey va tepa qismida 2 qatormi? Yo'q, 1 qator yetadi yoki 2 qator qilaymi? 2 qator qilaylik, bizda nima ketdi? Tak, o'zi shu yergacha yetar ekan. Ko'ryapsizlarmi? Omadda, baxti omad, boshimdagi g'isht. Nechivo unaqa neto qo'shiqlar aytishmamchi kerak yo'q, chunki ma'no mazmuniga tupurilgan holda aytilgan qo'shiqlar. Derazalar qani edi? Ichkaridan qo'yilmaydi, shu yerdan qo'yiladi. Mana. Tak, yo'q, noto'g'ri qo'ydim. Noto'g'ri. Buni qo'ymas kerak. Tez olin, sen ham olin, ichkaridan kirib qo'yamiz ekan. Chunki ichkaridan qo'ymasak g'alati ochilib qolar ekan keyin. 2 3 bitta ortiqcha ekan, mana bu yerda bitta deraza, orqa tomonga ham bitta deraza qilaylik-da. Orqa tomonni ham ko'rib turish kerak-ku axir. Mana takoy, bunaqa ishxonani menimcha umrida ko'rmagan. Mana umrimda ko'rmagan bunaqa g'alatini. Ustun yopdim yo'q, ustun yopganim yo'q, aytgancha ustun yopish kerak, qaranglar. Bu yerda suv ustiga tommasligi uchun shunaqa qilamiz. Ichini esa mana bu blok bilan mana bunaqa qilib chiqamiz. Okey. Kechasi ishlash yaxshi emas, maniyak kelib qolsa, lekin qo'rqitib qo'yishi mumkin. O'shanga ketdim. Qolgan ishni ertaga qilaman. Hozir, menga qara, sen ering borib aytibki, men ishxona qurib bo'ldim. Ha, bo'ldi, hozir borib aytib kelaman. Atak zo'r ish qildingiz, qoyilman sizga. Ha? Qoyilman sizga. Qoyilingni o'zing qoyilingga yo qalay bor, Короче, sen gapirib o'tirib o'zim san tiling makillagani yetmaganda men tilim sepidan chiqib ketdi yoki chiqidan sepib ketdimi bilmadim. What the? Salla endi mehmonxona qilib oldingmi? Hammang yig'ilib kelgansan. Bor, hammang ko'chaga chiq hammang yo'qol. Yo'q, buni men o'ldirganim yo'q. O'zi joni kam qolgan ekan, o'lib qoldi.